Mana shu объем. Masha beht. Erta kirganda Bu zapravka emas, to'rtkash, обычный pechka, erta kirganda mana patoloqtori. O yerlar ochiq ekan. Mayaqlari yopgan bo'lgan bilan buni utlet qilish kerak patoloqni. Ba'zi birlariga esa ketamiz deb qilinmay qoladi. Utlet qilish ustaga ozmoz mehnat bo'ladi. Zato kelajakda yaxshi bo'ladi. Uyda egasiga ozmoz rasxat bo'ladi. Ularni utlet qilish kerak. Hamg'ishda bo'lgan ekan, hamg'ishda bo'lsa ham patologlarni utlet qilish kerak. Maylarni yopish kerak. Ustalar tayyor qilishdan oldin mashinalarni birinchi ko'rsatkilar. Hazayinlar ko'rsatmasanglar bo'lib qoladi. Mashinalarni utlet qilasan. O nelerni yopasan deb mana usta keldi ko'rsatkilar. Bilgan odam bo'lsa utlet qilish kerak deb uyda egasiga aytadi. Ba'zi bir ustalar tushadi, tas soldatini qoqat patologni yopib tashlaydi. Yo'q, unday qildirib oladi do'stlar. Kelajakda ham yaxshi bo'lish uchun polni utlet qildirganlar. Ozmoz sizlarga rasxat bo'ladi uydagilarga. Zato yaxshi bo'ladi. Mana maylar yopgandek baribir ozmoz bo'lsa ham bu patologlarni tekshiring suv kirib qoladi. Qishki kunida qiyin bo'ladi. Yozda salqin bo'ladi. Maylarni ham polni utlet qilish kerak. Onu ochiq yerlar ko'rinib turadi. Ko'ringlarmi? Mana o'shanaqalarni utlet qilish kerakda. Onu ochiq yerlar. Maylar ochiq. Mashinalarga iloji bo'lsa stiklovata tiqib polni utlet qilish kerak. Ba'zi bir ustalar kelibdi, qarshi soldatini qoqat uyda egasiga aytmaydi, o'z-o'ziga ish bo'ladi deb. Yo'q, ish bo'lsa ham bu yoqda ustani ishini ochadi. Kelajakda uyda egasini mayra g'ijir bo'ladi. Mashina utlet qildirib qo'yibman deb. Qildirg'ila uydagilar. Usta keldi-mi? Qilaman desa, sizlar ko'rsatdilar. Moteshdir yopasin, patologni utlet qilasin. Burchakni turlaysin. Burchakni polni patologlar utlet bo'lsin deb turib tayyor qilganlar. Tayyor qilgandan keyin uni utlet uyda egasini miyasida bo'ladi. Usta uni chiqarib qo'yadi. Utlet bilan gaplashmaganmiz dedi. Ozmoz mehnat bo'ladi. Bu mehnatni Xudoyim hunarni berib qo'ygan, shuni ozmoz ishlatib qo'yadi, xolos. Bir kun vaqti ketadi, 2 kun vaqti ketadi. Mana do'stlar, ko'ringlarmi? Shu bo'yda ichida. Mana maylar. Mashinalar yopilish kerak. Usta tushdi-ku, polni o'zini uyini qilganday qilib qilish kerak. Mo'larni polni utlet qilish kerak. Birovni uyga deb turib utlet qilyapti. Uyda egasi aytmadi debdi. Uyda egasi bilmaydi. Shu narsani uyda egasiga yetkazish kerak. Polni utlet qilaylik deb. Keyin yechimni uyda egasi chiqarib beradi. Ili utletga pulim yetmaydi, ili yetadi. Mayli qilg'iladi. Uyda ichida remontni oldi-ku pol patquluch. Shularni qilish kerak. Turlash kerak. Polni lazerga. Mana mashinalarni polni utlet qilib uyda egasi bu utlet qilishini balki bilmaysiz. Patolog tayyor qilib patolog qo'yatib utlet qilmaysin bo'lsa, bu bilan tayyor qilganmiz demanglar. Mayli qilib bering deb, olib keling deb qilib beringlar do'stlar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Men masalan Liboyga kirsam, uyda egasi aytish shart emas. Men aytaman, utlet qilaylik. Qishda issiq bo'ladi, yozda salqin bo'ladi deb. Liboyga aytaman. Mana men unga ham aytdim. Endi yechimni hazayin chiqaradi. Men utlet qilib berayin deytam. Endi aytib qo'ydim. Aytib qo'yish meni vazifam. Aytmasdan, chiqmasdan tars qoqib ketishdi. Men ham bilaman. Kelajakda 1 yildan keyin bu uyda egasi sovuqda, issiqda, dimda o'tirsa, mashina utlet qilib qo'yibman degan mayra g'ijir bo'lib qoladi.
Shuning uchun uyga usta keldi-ku. Ba'zi birlar aytadi do'stlar, ba'zi birlar aytmaydi. Aytmasa sizlar aytginglar. Ponni bo'ladi, utuplit qilasan. Ponni shpagilovka qilasan. Burchaklarni lazerga qo'yasan. Lazerga qo'yib olsa, bu burchaklarni o duvalni tepasini mana endi lazerga qo'yib, bu pastlarini gideti bir 20 cm, tepasi 20 cm lazerda urilganda bo'lsa, po'ki yopishtirayotganda sotadi mana bu valna bo'lib. Mayillarga ham lazerga qo'yib olsa, plyuntus qo'yayotganda mana bu ilon bo'lib ketadi. Duvalning qiyshig'i ekanda videogasiga to'ngib o'tsin, sizlarning vazifangiz ustalar. Shunda to'g'rilab ketginglar. Tepani ham 25-30 cm-ga doğru. Shunda ponni to'g'rilash kerak. Nechasiga aytganda to'g'rilash kerak. To'g'rilab olsa, plyuntus qiyshiq ilon bo'lib ketadi mana bo'lib. O tepadagi bagitlar ham ilon bo'lib ketadi mana bo'lib. Mayerga molding yopishtirib olgan bo'lsa, moldingni bir yeri tegib keyin chiqib beradi, chiqib ketadi. Shuning uchun ponni qilish kerak. Shuning uchun duvaling qiyshiq ekan, men shikaturshik emasman deb aytmasdan shikaturshiklar ham o'zi to'g'rilab ketish kerak. Ponni ro'z. Shikaturshik pulni oldi-ku, mayakni qo'ydi-ku, ponni to'g'rilab berish kerak. To'g'rilam addirishdir. Iloji bo'lsa, sizlarning so'p bo'ladi. Mashalar to'g'rilab bersinglar. Обязательно o nega yillarga qarag'lar. Bu ustunda o chekalari ochiq mana. Ko'ringlarmi? Mana o ochiq turadi. Mana. Mashinlarga stiklota tiqib, o'zinglar uyinglar qanday qilib qilib berish kerak. Men endi xazayinga aytib o'tdim. Xazayin menga aytgan yo'q. Men aytib o'tdim. Bu tuplit qilaylik mashina deb. O teshiklarni aytdi ama. Ularni yopaylik dedim. Endi yechimni xazayin chiqaradi. Stiklota bersa, ponni tortib, ponni olsin. Hammasiga tortib turib, hammasiga. Keyin patologni boshlayman. Kerak bo'lsa mana dushovoydikini ham ponni roz tuplit qilinadi. O nelar yopiladi mana. Uni tepa taraflar ochiq turadi. Ko'ringizmi? Mashinalar yopiladi. O yerlar ochiq turadi. Bu yerlar ochiq turadi. Mashinalarni yopish kerak.